Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib bermoqchiman. Shifoxonalarda qaror qanday qabul qilinadi? Qariya bemorlarga yordam berish tartibi o'zgarganmi? Davolamaslik buyrug'i degan gaplar nimani anglatadi va oddiy odam o'z huquqini qanday himoya qiladi? Bu ma'lumot faqat keksalar uchun emas, har birimiz uchun kerak, chunki bugun ota-onamiz, ertaga o'zimiz shifoxona eshigida turishimiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying, chunki bunday mavzuda odamlar vahimaga emas, aniq bilimga tayanishi kerak. Men avvalo bir narsani ochiq aytaman. Tibbiyotda qari odamni davolamang degan oddiy va qonuniy qoida bo'lishi mumkin emas. Bemor 7 yoshdami, 7 yoshdami, 9 yoshdami, baribir u inson, u bemor u yordam olish huquqiga ega. Lekin amaliyotda shunday holatlar bo'ladiki, odamlar buni davolamaslik deb tushunadi. Masalan, shifokor reanimatsiyaga yotqizmaydi, operatsiyani tavsiya qilmaydi, uyga javob beradi. Yoshi katta, xavfi yuqori deydi yoki foydasi bo'lmasligi mumkin deb aytadi. Mana shu joyda ko'pchilikda savol tug'iladi. Bu yangi qoida bo'ldimi? Qarilarni davolashmayaptimi? Shifoxona endi odam tanlayaptimi? Oldin ham shifoxonalarda bemor holatiga qarab navbat yo'naltirish, reanimatsiya o'rni operatsiya xavfi dori tanlash kabi qarorlar bo'lgan. Faqat bu jarayon ko'pincha bemor va qarindoshlariga yaxshi tushuntirilmagan. Hozir esa tibbiyot tizimida hujjat, protokol, klinik ko'rsatma, xavf baholash, resursni to'g'ri taqsimlash degan tushunchalar ko'proq ishlatilmoqda. Shifokor faqat ko'nglim xohladi deb emas, bemorning ahvoli, tashxis, tahlil natijasi, yurak, buyrak, o'pka, qon bosimi, ong holati, nafas olish ko'rsatkichlari va davolashdan kutiladigan foydaga qarab qaror qiladi. Lekin men ko'rgan eng katta muammo shuki, bu qarorlar oddiy tilda tushuntirilmasa, oila buni adolatsizlik deb qabul qiladi. Masalan, 12 yoshli boboni olib kelishadi. Nafasi qisilgan, qandli diabeti bor, yuragi zaif, buyrak ko'rsatkichlari yomon. Shifokor, hozir reanimatsiyada bo'sh joy yo'q, avval kislorod, tomchi dori. Kuzatuv qilamiz desa, qarindoshlar bobomni davolashmayapti deb o'ylaydi. Aslida esa savol boshqa. Bemorga qanday yordam berilmoqda? Nima uchun aynan shu yo'l tanlandi? Boshqa variant bormi? Xavfi qancha? Hujjatda nima yozildi? Men sizga oddiy qilib tushuntiraman. Yoshi katta bemorlarni davolash qarori faqat yoshga qarab emas, umumiy holatga qarab qilinishi kerak. 5 yoshli odam faol yurishi, ovqatini o'zi yeyishi, xotirasi yaxshi bo'lishi, yuragi nisbatan bardoshli bo'lishi mumkin. Shu odamga operatsiya ham, antibiotik ham, reabilitatsiya ham foyda berishi mumkin. Boshqa tomondan 6 yoshli odam og'ir insultdan keyin yotib qolgan, o'pkasi ishlamayapti. Buyragi to'xtash arafasida ongida o'zgarish bor bo'lishi mumkin. Demak, pasportdagi yosh hammasini hal qilmaydi. Kim ko'proq ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, bir vaqtning o'zida bir nechta kasallik bor qariyalar. Yurak yetishmovchiligi, qandli diabet, buyrak yetishmovchiligi, qon bosimi, surunkali o'pka kasalligi, oldin insult bo'lgan holatlar. Ikkinchidan, oxirgi 6 oyda tez yiqilgan, vazni kamaygan, ovqat yemay qo'ygan, xotirasi pasaygan, uyda o'rnidan tura olmay qolgan bemorlar. Uchinchidan, ko'p dori ichadiganlar, masalan, qon suyultiruvchi, bosim dorisi, qand dorisi, siydik haydovchi, yurak ritmi dorisi. Chunki bitta yangi dori ham eski dorilar bilan to'qnashib, bosimni tushirib yuborishi, qonni suyultirib qon ketishiga olib kelishi yoki buyrakka zarar qilishi mumkin. Endi real misol keltiraman. 7 yoshli ayolda pnevmoniya, ya'ni o'pka yallig'lanishi bor. Harorati 38 va nafas olish tezlashgan. Saturatsiya takim-8%. Uyda davolansa xavfli. Bunday bemor shifoxonaga yotqizilishi, kislorod olishi, antibiotik boshlanishi, qon tahlili, rentgen, KT, qand va buyrak ko'rsatkichlari nazorat qilinishi kerak. Agar shifokor yoshi katta, uyga olib ketinglar desa, men bunday vaziyatda qarindoshlarga yozma xulosa so'rashni maslahat beraman. Nega yotqizilmadi? Saturatsiya qancha, tashxis nima? Uyda qanday dori ichadi? Qaysi belgida tez yordam chaqiriladi? Ikkinchi misol. Pilbidizda 9 yoshli erkak kishi son suyagini sindirib oldi. Qari odam yiqilib son bo'yni singanda yoshi katta operatsiya qilmaymiz deyish har doim ham to'g'ri emas. Chunki yotib qolishning o'zi pnevmoniya, tromb yara, siydik infeksiyasi va tez zaiflashishga olib keladi. Ba'zi holatda operatsiya xavfli bo'lsa ham odamni o'tirg'izish, og'riqni kamaytirish, qon ivishini nazorat qilish uchun zarur bo'lishi mumkin. Bunda qaror travmatolog, anesteziolog, kardiolog, terapevt birgalikda baholagandan keyin qabul qilinadi. Qarindosh esa operatsiya bo'ladimi yoki bo'lmaydimi degan bitta savol bilan cheklanmasligi kerak. U operatsiyasiz xavf qancha, operatsiya bilan xavf qancha?
og'riq qanday nazorat qilinadi, bemor qachon o'tiradi, trombdan qanday himoya qilinadi deb so'rash kerak. Uchinchi misol, taqimi yoshli ona insult alomati bilan keladi. Og'zi qiyshaygan, qo'li ishlamayapti, gapira olmayapti. Bu yerda vaqt hal qiluvchi omil. Ba'zi davolash usullari faqat dastlabki soatlarda foyda beradi. Qarindoshlar ertaga boramiz desa, imkoniyat qo'ldan ketadi. Shifoxona esa kati, nevrolog ko'rigi, qon bosimi, qon yuvishi, yurak ritmi bo'yicha tez qaror qilish kerak. Agar bemor kech olib kelingan bo'lsa, ayrim muolajalar mumkin bo'lmaydi. Odamlar buni qilmadi deb tushunadi. Aslida esa vaqt oynasi yopildi degan tibbiy sabab bo'lishi mumkin. Kimlar uncha xavotir olmasligi kerak. Agar qariya umumiy holati yaxshi bo'lsa, tahlillari barqaror bo'lsa, kasalligi yengil kechayotgan bo'lsa, shifokor uyda davolanishni tavsiya qilishi mumkin. Bu ham davolamaslik emas. Masalan, 72 yoshli bemorda yengil bronxit, saturatsiya 96%, bosim nazoratda ovqat yeyapti, hushyor uyda qaraydigan odami bor. Bunday odamni shifoxonaga yotqizish shart bo'lmasligi mumkin. Chunki shifoxonaning o'zida ham infeksiya yuqtirish, yiqilish, stress, uyqusizlik xavfi bor. Muhimi, uyga javob berganda aniq reja bo'lishi kerak. Qaysi dori, nechanchi kun nazorat, qaysi belgida zudlik bilan qaytish kerak. Endi eng nozik joyga kelamiz. Istisnolar, chalkashliklar va ko'pchilik bilmaydigan nuanslar. Birinchi nuans. Reanimatsiya hamma og'ir bemor yotadigan joy emas. Reanimatsiya nafas apparati, kuchli kuzatuv, hayotiy ko'rsatkichlarni daqiqa nazorat qilish kerak bo'lgan bemorlar uchun. Lekin reanimatsiya o'rni cheklangan bo'lsa, shifokor kimga zudlik bilan foyda bo'lishini baholaydi. Bu og'ir va alamli qaror. Lekin u faqat yoshga qarab qilinmasligi kerak. Agar ikki bemordan biri garin 5 yoshda, ikkinchisi 2-yoshda bo'lsa, qaror faqat pasportga qarab emas, tiklanish ehtimoli, kasallik og'irligi, davolashdan kutiladigan natija oldingi holat bo'yicha bo'lishi kerak. Ikkinchi nuans, palliativ yordam degan so'zni ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Palliativ yordam tashlab qo'yish emas. Bu og'riqni kamaytirish, nafas qisishini yengillashtirish, vahimani pasaytirish, yaralarni parvarishlash, ovqatlanish va suyuqlik masalasini to'g'ri hal qilish, yaqinlarga tushuntirish degani. Masalan, saratonning oxirgi bosqichida yoki og'ir demensiyada ayrim agressiv muolajalar foydadan ko'ra azobni ko'paytirishi mumkin. Lekin bu bemor dori olmaydi degani emas. Aksincha, u og'riqsiz, izzat bilan nazorat ostida yordam olishi kerak. Uchinchi nuans. Ba'zan qarindoshlar hamma narsani qiling deydi, lekin hamma narsa har doim foydali bo'lavermaydi. Masalan, juda zaif, ko'p a'zolari ishlamayotgan bemorga og'ir operatsiya qilinsa, operatsiya stolida yoki undan keyin reanimatsiyada ahvoli yanada yomonlashishi mumkin. Shifokor buni tushuntirganda, u bemordan voz kechayotgani yo'q, balki foyda va zarar nisbatini aytyapti. Shu bilan birga, shifokor faqat og'zaki bo'lmaydi deb qo'ymasligi kerak. U tibbiy asosni yozishi, alternativ yordamni ko'rsatishi, kerak bo'lsa konsilium chaqirishi lozim. 4-nuans, rozilik va rad etish hujjatlari. Shifoxonada bemorga muolaja. Operatsiya, narkoz, qon quyish yoki ayrim tekshiruvlar uchun rozilik so'raladi. Ba'zan qarindoshlar nima imzolayotganini o'qimasdan qo'l qo'yadi. Men buni juda xavfli deb bilaman. Har bir hujjatni o'qing. Unda bemor davolanishdan bosh tortdi deb yozilgan bo'lsa, aslida siz bosh tortmagan bo'lsangiz, imzolamang. Agar tushunmasangiz, oddiy tilda izoh so'rang. Men tushunmadim. Iltimos yozib bering deyishdan uyalmang. 5-nuans. Pullik va bepul xizmatlar aralashib ketadi. Ba'zan bemorga bu tekshiruv pullik, bu dori yo'q, tashqaridan olib keling deyishadi. Bu yerda hammasi bir xil emas. Ayrim xizmatlar davlat kafolati doirasida bo'lishi mumkin. Ayrimlari rostdan ham alohida to'lanadi. Lekin bemor yoki qarindosh har doim rasmiy ro'yxat, kvitansiya, dorining nomi, dozasi, nima uchun kerakligi haqida ma'lumot so'rashga haqli. Shunchaki olib keling degan gap yetarli emas. Ayniqsa qariyalarda dorilar ko'p bo'lgani uchun noto'g'ri dori katta zarar berishi mumkin. 6-nuans, hujjatsiz gapning kuchi past. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Qarindoshlar koridorda bahslashadi, asabiylashadi, telefon qiladi. Lekin kasallik tarixida nima yozilganini bilmaydi. Shifoxona bilan muammo bo'lsa, eng muhim narsa hujjat. Qabul vaqti, shikoyatlar, bosim, puls, harorat, saturatsiya, tahlillar, tashxis, ko'rsatilgan yordam, shifokor xulosasi, uyga javob berish sababi. Bular yozilgan bo'lsa, masalani ko'rib chiqish mumkin. Yozilmagan bo'lsa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar qariyangiz shifoxonaga tushsa, birinchi navbatda hujjatlarni tayyorlang.
pasport yoki ID karta, tibbiy karta, oldingi kasallik varaqalari, oxirgi tahlillar, ichayotgan dorilar ro'yxati, allergiya bor yo'qligi, oldin qilingan operatsiyalar, yurak kardiogrammasi. Qonli diabet bo'lsa, qon nazorati yozuvlari. Dorilar ro'yxatida faqat nomi emas, dozasi ham bo'lsin. Masalan, ertalab 5 mg, kechqurun 10 mg. Bu mayda detal emas, bu bemorning xavfsizligi. Ikkinchi qadam, shifokorga aniq ma'lumot bering. Ahvoli yomon deyishgan. Qachondan beri yomon? Harorat nechi, nafas qisishi qachon boshlandi? Oxirgi marta sedik qachon bo'ldi? Yiqildimi? Hushidan ketdimi? Ovqat yeyaptimi? Gaplari chalkashdimi? Qaysi dori ichdi? Qaysi doridan keyin ahvoli o'zgardi? Masalan, kechqurun soat 20:00 qo'li kuchsizlandi degan ma'lumot insultda juda muhim. 3 kundan beri siydigi kamaydi degan gap yurak muammosini ko'rsatishi mumkin. 3-qadam, savollarni yozib boring. Shifokor yoniga kirganda asabiy holatda odam hammasini o'tadi. Shuning uchun telefonga yoki qog'ozga yozing. Tashxis nima? Og'irlik darajasi qanday? Reja qanday? Qaysi tal kutilmoqda? Qaysi belgi xavfli? Reanimatsiya kerakmi? Operatsiya kerakmi? Boshqa mutaxassis ko'radimi? Uyga javob berilsa nazorat qachon? Bu savollar janjal uchun emas, tushunish uchun beriladi. 4-qadam, yozma xulosa so'rang. Agar bemorni yotqizishmasa, iltimos ko'rik xulosasini, tashxisni, tavsiyani va qaytib kelish kerak bo'lgan belgilarni yozib bering deyin. Agar reanimatsiyaga joy yo'q deyishsa, navbatchi mas'ul shifokor bilan gaplashishni so'rang va bemor qayerda, qanday kuzatuvda bo'lishini aniqlang. Agar operatsiya rad etilsa, konsilium xulosasi bor yo'qligini so'rang. Og'zaki gapdan ko'ra yozma xulosa ham bemor, ham shifokor uchun aniqroq himoya bo'ladi. 5-qadam, ikkinchi fikr olishdan qo'rqmang. Bu shifokorni haqorat qilish emas. Murakkab holatda boshqa mutaxassis fikri kerak bo'lishi tabiiy. Masalan, kardiolog operatsiya xavfini baholaydi. Anesteziolog narkoz xavfini aytadi. Nevrolog insult taktikasini belgilaydi. Nefrolog buyrak dorilarini to'g'rilaydi dedi. Lekin ikkinchi fikr olish bahonasida vaqtni yo'qotmang. Insult, infarkt, ichki qon ketish, nafas yetishmovchilik kabi holatlarda har soat emas, ba'zan har daqiqa muhim. 6-qadam. Bemor huquqi buzilyapti deb o'ylasangiz, tartibli murojaat qiling. Avval bo'lim mudiri yoki navbatchi mas'ul shifokor bilan gaplashing, keyin shifoxona rahbariyatiga yozma ariza bering. Arizada hissiyot emas, faqat yozing. Bemorning ism, familiyasi, yoshi, qabul qilingan vaqti, shikoyati, kim nima dedi, qaysi yordam ko'rsatildi yoki ko'rsatilmagan, siz nimani so'rayapsiz. Masalan, bemorning holatini qayta baholashni, konsilium chaqirishni, yozma tibbiy xulosa berishni so'rayman. Arizaning nusxasini o'zingizda saqlang, qabul qilingan sanasi qo'yilsin. 7-qadam, shoshilinch belgilarini biling. Qariya odamda ko'krak og'rig'i, nafas yetmasligi, lab ko'karishi, hushning chalkashishi, bir tomonlama qo'l oyoq kuchsizligi, gap buzilishi, qon qusish, qora najas, siydik chiqmay qolishi, bosim juda tushib ketishi, saturatsiya 2% dan past bo'lishi, to'satdan kuchli bosh og'rig'i bo'lsa, kutmang. Bunday holatda ertalab poliklinikaga boramiz deyish xato bo'lishi mumkin. Tez yordam chaqiring yoki shoshilinch bo'limga boring. 8-qadam, uyda parvarish rejasini oldindan o'ylang. Ko'p qariyalar shifoxonadan chiqqandan keyin eng katta muammoga duch keladi. Dori bor, lekin kim beradi? Bosimni kim o'lchaydi? Yara bo'lsa kim bog'laydi? Ovqat qanday bo'ladi? Yotgan odamni qanday aylantirish kerak? Qayta ko'rik qachon? Agar bu reja bo'lmasa, bemor yana og'irlashib qaytadi. Shifokordan chiqish vaqtida aniq reja so'rang. Dori jadvali, nazorat tahlili, qayta ko'rik sanasi, parhez, jismoniy faollik xavf belgilar. 9-qadam. Qariyangizning xohish irodasini oldindan biling. Bu juda nozik, lekin zarur mavzu. Ota-onamiz hayotining oxirgi davrida qanday yordamni xohlaydi? Og'ir kasallikda kim qaror qabul qiladi? Qaysi doriga allergiyasi bor? Qaysi shifokorda davolangan? Hujjatlari qayerda turadi? Buni kasal bo'lganda emas, oldindan hurmat bilan gaplashish kerak. Bu yomonlik chaqirish emas, bu mas'uliyat. Men bugun sizga bitta asosiy fikrni yetkazmoqchiman. Qariyalarni davolamaslik degan gapni eshitganingizda darhol vahimaga tushmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Tibbiyotda qaror bemorning yoshiga emas, holatiga, foyda va zarar nisbatiga, tahlillarga ega. Tiklanish imkoniyatiga va hujjatlashtirilgan asosga tayanishi kerak. Agar yordam ko'rsatilmayotgandek tuyulsa, sizning eng kuchli gurolingiz janjal emas, aniq savol, yozma xulosa, hujjat, konsilium va tartibli murojaatdir. Men ekspert sifatida shuni maslahat beraman. Ota-onangiz yoki yaqin qariyangiz kasal bo'lsa, shifoxonaga tayyor hujjat bilan boring.
Dorilar ro'yxatini olib boring. Vaqtni aniq ayting, shifokordan reja so'rang. Tushunmagan joyingizni qayta so'rang va har bir muhim qarorni yozma ko'rinishda oling. Shunda siz ham bemorni himoya qilasiz, ham shifokor bilan to'g'ri muloqot qilasiz. Sizning hududingizda shifoxonalarda qariyalarga munosabat qanday? Yotqizish, reanimatsiya, dori, navbat yoki yozma xulosa bilan bog'liq muammoga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onasi, buvisi yoki bobosi bor yaqinlaringizga yuboring.